Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir günü ağır keselge mubtala bolgan bir musulman kişini yo'qlag'ili keladi. O kişinin ahvolining ağır ekanligini ko'rib, oningdan "Yaqinda Allohga duo qilganmiding?" deb so'raydi. Kesel kishi "Shundoq, ey Allohning elchisi. Allohim, oxiratda men uchun tayyorlagan biror jazoying bo'lsa, uni menga bu dunyodagi vaqtimda tortqizgin deb duo qilgan edim" deb javob berdi. Buni anglagan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Subhanalloh. Buningga qandaqmi kuching yetsin? Kashki, ey Rabbim, bizga dunyo va oxiratda yaxshilik ato qilgin va bizni do'zax azobidan saqlag'in" deb duo qilgan bo'lsangchi, degan ekan. Yusuf alayhisalomning zindonda qelishi vaqti uzargan siri "Ey Rabbim, zindondagi vaqtim uzrab ketdi" debdi. Janobi Alloh Yusuf alayhisalomga "Zindonda qelish uchun duo qilgan eding. Zindonni berdik. Agar tinch omonlikni tilagan bo'lsang, tinch omonlikni beratdik" degan ekan. Qur'oni Karim Yusuf alayhisalomning o'z tili bilan mundaq deganligini naql keltirdi. "Ey Rabbim, menga nisbatan zindon bular da'vat qilgan ishlardan yaxshidir. Qancha qitim buningga o'xshab ketadigan so'zlarni aytganingizni aslab baqing." Imom Al-Mawardi bu to'g'risida mundaq deydi: "Taqdir aytgan so'zlaring, qilgan duolaring bilan zich munosabatlikdir. Har bir so'zlaringga, qilgan duolaringga diqqat qilgin. Chunki tilingdan chiqqan har bir so'zning ta'siriga uchraydigini yanada sen bo'lasan. Allohdan dunyo va oxirating uchun yaxshi bo'lgan so'z duolarni tanlagin." Ilgirki zamonlarda Shamda qozilik qilayotgan Ali Tantavi peshidan o'tgan bir voqelikni so'zlab mundaq deydi: "Bir kuni kechqurun og'inilarimiz bilan birlikda bir qarindishimizning uyiga yig'ilgan edik. Tuyuqsiz dimim siqilib, nafas ololmay qoldim va shu hamon o'rnimdan turib, sop havodan nafas olish uchun sirtqa chiqdim. Qorong'ulikda yolg'iz ketayotdim. Ozroq mangandan keyin ohuzor bilan buqildab yig'layotgan bir ayolni ko'rdim. Uning qiyin ahvolda qolganligi aniq edi. Ayolning yoniga kelib, nemish bo'lganini so'raganimda, ayol yo'ldoshining izchil zulm qilganini, bolalardan ayirib, o'zini uydan qo'g'lab chiqarganligini aytdi. U ayolga "Nemish qozixonaga berib arz qilmadingiz?" deb so'raganimda bo'lsa, ayol buqildab yig'laganicha "Mendek ojiz bir ayol qandoqmi qozi bilan ko'risha olasin?" dedi. Qozi Tantavi yig'lab turib mundaq deydi: "U ayol menga bo'lani da'vatganda mening bir qozi ekanligimni bilmaydi. Subhanalloh. Ajiba, kechining qorong'uligida uning sirtqa chiqishini kim buyurgan bo'lg'aydi? Alloh bo'ynimdan so'rab, meni u ayolning oldiga qadar akilib, uning dardini so'rashimga kapolatlik qilgudak. Ajiba, u mazlum ayol Allohga qandaqroq bir duo qilgan bo'lg'aydi? Ay o'zining kelgusidan umid uzgan, g'am qayg'u, andish ichidagi suyimlik inson. Ansirama. Qo'llaringni egiz ko'tarib duo qil va sabr qil. Shundaqla sabrdan keyin sen o'ylabmi baxmagan bir ne'matning seni kutayotganligiga shaksiz ishongin. Qorong'u kechida qora cho'milining oyoq devishini anglagan Rabbingga yuzlan. Shubhisizki, Allohim seni imtihon qilgan hech qanday bir ish behuda emasdir. Uningda sen uchun bir yaxshilik bordir. Qalbingni ozoda tutqin. Navoda Janobi Alloh Yusuf alayhisalomni imtihon qilmagan bo'lsa, balkim u dadasining asrab avaylishida yavash cho'ng bo'lar edi. Lekin imtihon qilinib tavlanish orqali oxirida Misrga podshoh bo'ldi. Hazrati Mavlonining deganidek, ba'zida tugmas dardlar rahmat yomg'iri bo'lib beshingga yog'adi. Ammo shuni unutmag'inki, rangarang Hasan Husan yomg'irdan keyin chiqadi.